xira bo'lishi aniq. Mana ko'tlar baribir forsa fashist ko'tlar faqat men bilan shug'ullanyapti. O'shanisi so'kinsin deb. Keyin so'kinsa bloklashga boshqaga bahona bo'ladi deb. Mana bu ko'tlarni qilgan ishida, ana soat ko't, rasul ko'tlarni qilgan ishida. Ularda endi kallasi ko'tdan farq qilmaydi. Prosta tayyor knopkani bosadigan narsada. Hozirgi zamonaviy programmalar masalan o'tirib assambleyada kodlash bilan bog'liq emas-ku. Hammasi interaktiv-ku. Bitta knopkani bosib, kichkina bolachaga berib qo'yib, mana shu deb turib meni nimamni ko'rsatib qo'ysa, bunday bossa programmani o'zi ishlayveradi. Bu mana bu nima Vahob bobo aytyapti-ku. Yo'q, bunda odam ishlamaydi. Odam ishlamaydi. Programmani o'zi ishlaydi deyapti-ku. Hozir ham o'shanaqa qilishgan, hozir boshqa yo'l bilan qilishgan. Agent deydi, agentlar bilan. Hozir sun'iy intellekt agentlari bor-ku. O'sha odamning odamning o'rniga bajaradi. Prosta nima qilishini oldindan aytib qo'yasiz. Soat bunchada bunaqa qilasan, mana bu kelgan xatlarni mana bu yoqqa jo'natasan yoki Mahmudjon Qo'chqorovni chiqishi bilan bloklaysan. Mana shunaqa buyruqlar berib qoldi. O'sha trollarning ishini ham qilaveradi agentlar agar nima bo'lsa-da. 100 ta trollning ishini bitta agent bajaradi. Ya'ni agentlar. Qolaversa men o'sha 20-yilda chiqqanimda aytganman. Biz deganman. Mahmudjon Qo'chqorovning gapini eslanglar. Tirik prezidentlarni ko'rayotgan so'nggi avlodmiz deganman. Eslaringdami? 20-yilda aytganman. Buni hali na Elon Musk, na nima Altman yo na boshqasi tushiga kirmagan. Biz tirik prezidentlarni ko'rayotgan so'nggi avlodmiz deganman. Eslaringdami? Facebookda jonli qilardim-ku. Yana qaytaraman. Biz siz bilan biz tirik prezidentlarni ko'rib turgan yoki tirik prezidentlar davrida yashayotgan so'nggi avlodmiz degan. Hamma narsa mashinalashtiriladi degan. O'shani bugun ham qilish mumkin. Tushunyapsizlarmi? Любой odam hozir ishlarni, kompyuterdagi ishlarini agent, sun'iy intellektda agent degan nimalari bor-da, modellar bor. Agentga yuklash mumkin. Vaholanki u Vahob domla aytayotgan narsa ham, uni tushunmayotgan o'tirgan dumbillar ham Mahmudjon Qo'chqorovni o'sha 20-yildan beri kuzatsa, hamma narsa tushunarli bo'ladi. Ikkovining gapi ham tushunarli bo'ladi bir-biriga. Bular unaqa emas. Mana o'sha Vahob domladan PR tayyorlayapti. Nimaga sizdan tayyorlasa ham bo'ladi-ku, deyishingiz mumkin-da, to'ppa-to'g'ri. Meni fizik deb o'ylab, fizikada endi lyubitel tilshunoslik bilan ishlayapti deb turib, nima Nozima Vohid va Shohira Hamrolar taklif qo'ygandan keyin bildiki, men seryozni nimani jamiyatshunoslik, nima uchun jamiyatshunoslik, gumanitar va ijtimoiy gumanitar ilmlar bularni filtrdan o'tish kerak. Ya'ni bitilganlar, kodlar bo'lish kerak. Chunki fiziklar hech qachon kod bo'lmaydi-da. Lekin fiziklar kod bo'lmaganiga yarasha siyosatga aralashmaydi. Xuddi nimaga o'xshab, ota nima? Ayubda ayb yo'q dedim, uxlab o'tiradi. Endi uxlab o'tirib bitta haligi xuddi Hayyom o'zi matematik bo'lgan-ku, 4 qator yozib qo'ygan-ku nimasiga zakaz bo'yicha. Siqilma deganga o'xsha hozirgi zamon, o'shani kayfiyatidagi siqilma, bu dunyo o'tadi, kayf qil, may ich, ishrat qil degan narsa. Bu o'sha farsizmdan kelib chiqqan, Hayyom davridan kelib chiqqan xalqni allalash nimasi. U siqilma degan bo'taloq, Ponchik bu narsani biladimi? Unga yozib bergan, she'r yozib bergan kod buni biladimi? Yo'q, bilmaydi. Lekin intuitivni biladi. Nima, qanaqa kayfiyatdagi she'rlar, gul bulbullarga to'siq yo'q. Gul bulbul. O'shaning uchun amlatlar hammasi gul bulbul haqida. Yoki bo'lmasa bo'lar ekan-ku, uxlasa bo'lar ekan-ku. Mana gazni Surxondaryo Boysundagini yopsa, yana chiqib ketsa bo'lar ekan-ku. Yagona chiqayotgan Mahmudjon Qo'chqorov qo'shgan olimlarni to'ssa bo'lar ekan-ku degan she'r yozsa, ana unda hammasi turib o'rnidan choladi. Da endi mana boshqa nima deyish mumkin?
Mahmudjon Qo'chqorov qarasa u fizik va lyubitel ijtimoiy nimada lyubitel haligi fiziklar ham she'riy olsa mumkin. Lyubitel emas ekan bu butun tilshunoslikni do'ng qaytargan, 1000 yillik yechilmagan muammoni yechganini bilgandan keyin darrov buni seriozli qarashganda o'sha bularni qiladigan ishi yagona, bularda vakolati bitta. Donoshchilik qilish. Faqat bitta. Donoshchilik qilib xalqning taraqqiyotini to'xtatish. Sobiq sovetlardagi elitaning maqsadi faqat ikkita. Biri donoshchilik qilish, ikkinchisi taraqqiyotni to'xtatish. Chunki rivojlanmaslik formulasi. Birontasida ayb yo'q. Na prezidentlarida, na Putinda, na boshqa prezidentlarda. Bular shunga majbur, chunki ularning vazifasi shundan iborat. Taraqqiyot emas, taraqqiyotga qarshi. Chunki taraqqiyot bo'ladigan bo'lsa sobiq sovetlarda dunyoda hozir nomer 1 eng boy, eng baxtli, eng taraqqiy etgan mamlakat sobiq sovetlar bo'lardi. Chunki sir paytida masalan 1-2 jahon urushini aziyatlari qirilib ketganda, eng ko'p qirilib ketgan. Undan tashqari harbiy sanoatga faqat kuchanib, ko'tarib chiqqani, shunda ham o'zini tiklab dunyoda qudratli davlatga aylanganda. Endi kapitalizm bilan hech qanaqa ziddiyat nima darajasidagi konseptual darajada ziddiyat yo'q. Ular ham kapitalist bo'ldi, kapitalizmni qabul qildida 91-yildan keyin. Sovuq urush yo'q, kapitalizm yo'q. Endi o'zining nimalari ishlab chiqarish potensiali faqat insonlarni baxtli qilishga ishlaydi. Ikkinchidan yangi o'sha bozor iqtisodiyotining ne'matlaridan foydalanib yana yangi bosqichga o'tadi. Hamma ishbilarmonga aylanadi. Hech qanaqa vayron bo'lmagan Yaponiyaga o'xshab 45-yildan keyin urush bo'lmagan 91-yilda, 70-yildan o'sha 45-yildan keyin zavod fabrikalari ishlab turibdi. Yer osti yeri usti boyliklari dunyoda nomer 1. Bular boy bo'lish kerak edi. Ham ularda nimasi ham fundamental ilmlari ham eng oldinga chiqib ketgandi sobiq sovetlarda. Bularni kommersializatsiya qilsa bo'ldi. O'ziga o'zi ishlasa agar o'zining yer osti yer usti boyliklari shu xalqlarning, shu mamlakatlarning o'ziga ishlaydigan bo'lsa, bular g'arbni ham, sharqni ham do'ng qaytaradigan qudratga ega bo'lardi. Va uzoq muddatli nuqtai nazardan qaraganda bu g'arb uchun ham, sharq uchun ham yaxshi edi. Bir-biriga qarshi 3-jahon urushi bo'lishini olinardi. Lekin Xitoy bilan g'arb o'rtasida aytaman. Lekin bular ochko'zlik qildi. Nima dedi? Davay dedi. Nimani 10 yilga bizga ruxsat bering dedi moliyaviy elita, g'arb o'sha tanlangan xalqlarning moliyaviy elitasi. Bir talab olaylik dedi. Uning uchun o'sha kommunistlarni o'zini qo'yaylik. Nima bo'yicha, sxema bo'yicha kommunistlar ko'tidan osilish kerak edi. Chunki ular burjoylarni ko'tidan osgan. Burjoy ta'limi deb burjoylarni hattoki ziyolilarni ko'tidan osgan, kommunist ta'limiga o'tayotganda. Burjoylar deb turib boylarni quloq qilgan, xotinlarigacha tortib olgan. Endi bu o'g'ri bachcha batraklarni ko'tidan publikni osish kerak edi dunyoda-da. Aytdiki yo'q dedi. Bu g'arb nimasi bari bular pragmatikda, pragmatik deganda o'ziga foydali narsani ko'radi. O'ch olishdan foyda yo'q dedi. O'ch olishni 10 yilga qoldiraylik dedi. Ya'ni 91-yil emas, 2001-yilda ko'tidan osaverasizlar mayli. Ungacha 10 yil bizga muhlat beringlar, nimani neokoloniya qilaylik, yangi koloniya. Tayyor do'nqayib turibdi. Har bitta narsaga xuddi bizdagilar donoschilik qilganda, Mahmudjon Qo'chqorov haqida donoschilik qilganda, har bitta mamlakatdagi hodisalar haqida avval Gorbachov, keyin Yelsin g'arbga donoschilik qilyapti. Men Sovet parchalanganda ham birinchi telefon qilgan qayerga bo'lgan? Washingtonga bo'lgan. Mana Sovet parchalandi degan narsani ham. Ya'ni bizdagi nima o'sha NKVD boshchiligida, NKVD va tashqi anaqa boshchiligida kommunistlar boshlig'ida parchalangan edi. Bu bizdagi haligi soxta muxolifat o'zlaricha biz qilganmiz, biz O'zbekistonni mustaqil qilganmiz, biz ko'chaga 10 minglab odamlarni olib chiqqanmiz deb turib, hali ham shu bilan o'lib ketmasin turib eslatib qo'yapman-da. O'lib ketmasin deb turib. Sovet ittifoqi mana bu 17-yil inqilobida haligi yengilgan Rossiyaga tatbiq qilganlar ham g'arb bo'lgan. G'arb bu fransuz, nemis, inglizlar emas. Bu turkiylar, Yahudi turkiylari
ularni уже Andalusiyadan keyin o'zlariga oyoq va qo'lga aylantirgan. Ya'ni turkiylarning arablargacha bo'lgan ilmiy merosidan ilohiylikni olib tashlagan, chunki ilohiylik tormoz berardi. Nima uchun tormoz berardi? Chunki insoniyatning texnologiyasi uning o'zini anglashiga nisbatan, insoniyligiga nisbatan o'tib ketadigan bo'lsa, xuddi hozirga o'xshab dunyo jar yoqasiga kelib qoladi. Hozir insoniyat hayvondan farq qilmaydi. Masalan, o'sha G'azodagi bolalarni o'ldirish spetsialniy bu narsani isbotlash uchun qildi. Mana insoniyat hayvon darajasiga tushib qolgan, insoniyat hech qanaqa hattoki shok bo'lmaydi bundan deb turib ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni ilgari bunga dunyo oyoqqa turardi-da. Bu faqat bu o'zlarini mediasida ham chiqarib, mana bular уже hayvondan ham pastga tushib ketgan degan. Faqat hayvondan farqi bular haligi tirnoq va tishlari bilan qurollangan emasda, raketa, yadro quroli, dron, endi hattoki sun'iy intellekt bilan qurollangan. Mana gap qayerda. Mana shunaqa narsa oqibatimizni turkiy bobolarimiz bilganligi uchun ularning ishi luboyni ko'ringlarda, faylasuf degani fizik degan. Qo'tog'im deyapti, hozirgi faylasuflarga aloqasi yo'q. Bu ko'tlar hammasi, amlatalar hozirgi faylasuflar. Ijtimoiy gumanitar fan emas. Falsafa, faylasuf deyilganki, o'sha Xorazmiylardan faylasuf. Hammasini ko'ringlar, birinchi faylasuf bular. Bu fizika degan. Va undan keyin matematika keladi, chunki matematikasiz fizika yo'q. Uning tili matematikada. Astronomiya bu ham fizikaning bir qismi. Va hokazo hokazo. Demak, eshitilyaptimi yo'qmi? Necha balo eshitilyapti? Necha balo eshitilyapti, bilat. Like pack ham chiqmaydi. To'xtataman men hozir. Onangni amagasi kelib o'chirdimi yana? Onangni amagasi kelib bilat. O'chirdimi? Shuncha gapim yo'qqa ketdimi? Eshitildimi? Eshitilmadimi? O'tgidek masala ko'ndalang. Qisqasi 10 yil bo'lgandan keyin 2001-yil voqeasini amalga oshirishdi Karimov yordamida. Karimov juda ham muhim odam bo'lgan. Chunki men u oddiy ko'ringanimdan oti islom uni topish qiyin. Oti islom bo'lib turib, prezident bo'lib turib, islomga qarshi gapiradigan personajni bu operator, rejissyorlar dunyoni izlab o'shani topgan. Nima uchun Karimov iyak qora loyihalar bo'yicha nimaga tushgan? Birinchi o'zini nimasini kastingda qatnashgan 99-yil fevral voqeasi bilan Isroil bilan hamkorlikda. Kastingda qatnashgandan keyin qora loyihalar buni oldinga surgan. Mana bo'lar ekan-ku. Millatini, dinini terroristga chiqarsa bo'lar ekan-ku dunyoda. 2001-yil voqealarni qilishga, tayyorgarlikka hissa qo'shsa bo'lar ekan-ku deganda. Votgidek masala ko'ndalang. Hozir o'shandan iloh yasashyapti. Iyakdan. Vaholanki millat o'zining peshonasidan bitta odamni, bitta qora loyihalarni ijrochisini deb millat dunyoda ekstremist, radikal, terrorist degan unvonni oldi. Va bu unvonni o'zidan sarqitmas ekan, dunyoda terror atakalarni O'zbekning nomidan bo'laveradi. Chunki bunaqa eng zo'r o'yinda bu Sovet davrida SSR va kapitalizm va sotsializm orasidagi sovuq urushlarda bunaqa narsalar shart emas edi. O'shaning uchun bironta ham bo'lmasdi. Endi qanaqadir abstrakt, ko'rinmas dushman obrazini dunyo xalqlarining ko'z oldida keltirish kerak va shunga qarshi kurashyapmiz deb turib hamma davlatlarni o'sha Pentagonga o'xshagan harbiy byudjetiga pullar ajratilishi kerak. Maxsus xizmatlarga pullar ajratish kerak. Uning uchun xalqni qo'rqitib turish kerak. Qo'rqitish uchun qanaqadir ko'rinmas abstrakt kuch bo'lishi kerak. Ilgari G'arb va Sharq, ya'ni Sovet ittifoqi va G'arb o'rtasidagi kapitalizm va sotsializm urushda antagonistik shunaqa edi. Urush edi, sovuq urush. Hozir u narsa yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin nima qildi? Xitoyga unaqa qila olmaydi. Nima uchun Xitoyga qilishyapti hozir? Texnologik kurashni qilishdi. Xitoy bilan shunaqa qiladi, lekin bu hozir Trump qilgan ishlari ahmoqlik deyishyapti. Hech qanaqa ahmoqlik emas. Kapitalizm demontaj qilish kerak. Bu planeta nuqtai nazaridan bu kelishilgan. Xitoy bilan kelishgan. Xitoy kelishganligi uchun xalqini bitta farzandligiga o'tgan. G'arbni taklifi bilan o'zlari qilmagan bu narsani. Endi butun kapitalizmni demontaj qilish. Xitoy laboratoriya
Xitoy ham laboratoriya dunyo xalqlarini raqamlashtirish, ularni sotsial reytingini nima qilish, o'shaning uchun bular prosta dunyo xalqlariga bular ikkalasi bir-biriga dushman qilib ketmaydigan bo'lsa, unda pullar ajratilmaydi. Sun'iy intellektga katta pullar soqalar ajratilmaydi. Sun'iy intellekt bu harbiy texnologiya degani. Xuddi internetga o'xshagan, undan oldinroq odam tiliga o'xshagan. Hamma narsani odam tilidan boshlash kerak. Mana hozir sizlarga ba'zi narsalarni ko'rsataman. Eshitilib jatadimi, eshitilmay jatadimi, do'stlar? Eshitilib jatadimi, eshitilmay jatadimi? Do'stlar. Necha bal ishlayapti shuni gapiringlar, men hozir nimasini olib tashlay. Necha bal ishlayotganini menga gapiringlar, aytib turinglar. Balini yozinglar, balini. 10 bal, juda yaxshi. Bal bo'lsa bu juda ham yaxshi. Mana menga yozishyapti. O'sha Vahob boboni haqida fikr bildiring deyapti. Vahob boboni ular reklama qilishyapti. Nima uchun Vahob boboni reklama qilyapti? Mahmudjon Qo'chqorov 5 yildan beri har kuni ko'tana chiqib jonli qilsa ham reklama qilmaydi bironta jurnalist. Sababi bu Mahmudjon Qo'chqorov yechim beradi. Bu faqat nima bilan chegaralanyapti? Ya'ni kompleks yechim bilan kompleks yechim izlagani yo'q. U matematik sifatida u faqat o'ylayaptiki, shu nimani osonlashtirsa, bu aynan menejmentga kiradi. Mana bu aytayotgan prezident hammani ko'rib, hammani nazorat qiladi, uni qisqartirish kerak. Bu bemalol ortiqcha vazirliklar, boshqalar kerak bo'lmasligini gapirish orqali bu hech qanaqa resurslar yaratmaydi. Bu boshqaruvni bu energetikani masalasini hal qilmaydi yoki energiyani ko'paytirib qo'ymaydi. Bu tejaydi, inson resurslarini tejaydi. Agent ishini qiladi. Tushunasizlarmi gap qayerda? Eshitilyaptimi yo'qmi? Demak, bu qanaqadir bir insonlarni hayotini 1 yilda tugul 10 yilda ham birdaniga o'zgartirish juda ham qiyin bir narsani gapirish. Lekin bu izlamayaptiki, bizda O'zbekistonda umuman sobiq sovetlarda rivojlanmasning sababi texnika yo texnologiya emas.
texnika, texnologiya uning natijasi. Ya'ni rivojlanmaslik formulasi. Agar rivojlanish formulasi bo'lsa, o'sha sun'iy intellekt bo'yicha ham mana sobiq sovetlar nomer 1 ga chiqib ketgan bo'lardi. Agar real olimlarni podдержка qiladigan jamiyat bo'lsa, Mahmudjon Qo'chqorovga o'xshagan olimlarni aynan misol uchun o'zini sohasida hech qanaqa nimasiz ming yillik muammolar yechgan olimlarni nima qiladigan, qo'llaydigan jamiyat formula ishlaydigan bo'lsa, u sun'iy intellekt bo'yicha ham, matematika bo'yicha ham, qishloq xo'jaligi bo'yicha ham real olimlar ko'tarilardi butun sobiq sovetlarda va dunyoda eng rivojlangan mamlakat bo'lardi. Ya'ni hamma soha rivojlanmaslikka qaratilgan. Bu maqsad. Bu resurslarning yetishmasligi emas. Aynan dunyoda eng boy resursga ega bo'lgan sobiq sovetlar buni dunyo biladi. Demak, resurs bilan bog'liq emas. Unda nima bilan bog'liq? Formula bilan bog'liq. Maqsad bilan bog'liq, model bilan bog'liq, neokolonializm modeli bilan bog'liq. Buni tushunadimi? U o'zini programmalashda assemblerga yopishib olgan. Hard drive ga yozish kerak, внешний памятga yozish kerak. Bu natija. Bu natija. Bu nima yonidagilar paxta qo'yib, yo'q, maqsadimiz O'zbekistonni rivojlantirish. Vazirlarning ham maqsadi, prezidentning ham maqsadi, xalqimizning ham maqsadi. Mana bizning maqsadimiz O'zbekiston rivojlanib, hamma gastrobayterlar qaytib kelsa. Nima qiladi gastrobayterlar qaytib kelib? Nima qiladi qaytib kelib? Endi внешний памятga yozilibdi endi deb turib qaytib keladimi? Uni kallam bilan ko'p farq qilinglar. O'zi maqsad qullik, neokolonializm, koloniya degani bu mustamlaka degani. Mustamlakachilik G'arb Sovet ittifoqini prosta parchalab qo'ymagan 10 yil qonunni so'rib olaylik degan. Keyin 10 yilda 2001-yil voqeasini Karimov orqali bajargandan keyin Amerikadagi yana 10 yilga qilgan. Yana 2011-yilda mana shu O'zbekistonda preformatsiya qilmoqchi bo'lgan. Hozir 16-yilda Karimovni o'yindan chiqargani 11-yilda Mirziyoyevni o'rniga qo'ymoqchi bo'lgan harakatlar 11-yilda bo'lgan. Ikkinchi 10 yillikda. Unda ham qora kuchlardan nima madad so'ragan IAK buni yana orqaga surgan. Tepada hal bo'lmagungacha 16-yil o'tdi, 5 yil o'tdi. Hay 2001-yildagi tushunarli. 2001-yilgacha o'sha sobiq sovetlar resurslarini neokolonializm qilib turib sug'urib olish loyihasini o'tkazgan. Tushunarli, bu 100% tushunarli. Lekin oxir oqibatda bular subyektga aylanishi kerak edi va Xitoyga yem bo'lmay, Xitoyda ko'tarilishi aniq edi o'sha nimada. 2001-yilda yana ham aniq bo'ldi, lekin unda haligi o'rganib qoldi-da, bu moliyaviy elita, g'arb moliyaviy elita shu darajada foyda qildiki, bu sobiq sovetlardan. U bilasizlarmi, birinchalik to'yintirilgan urallarni olib ketgan. Hali ham mana Amerikada arzon o'shancha energiya. Energiya arzon bo'ldi degani hamma narsa arzon bo'ladi. Energiya inflyatsiyaga ta'sir qiladigan narsa. Bizda aytayaptiki, 1-maydan elektr va energiya nimalarining narxi oshdi, inflyatsiyaga mos ravishda. Naborot energetika inflyatsiyani keltirib chiqaradi. Chunki hamma narsani qishloq xo'jaligi uchun ham elektr kerak, gaz kerak, energiya kerak. Hamma narsa qimmatlashaveradi. Naborot energiyani arzonlashtirish uchun inflyatsiyani kamaytirish mumkin. Bular teskarisini aytadi. Inflyatsiyaga qarab turib biz nimani oshirib boraveramiz. Elektrning narxini, gazning narxini, boshqa narxini deyapti. Aksincha, Amerikada nimaga qanday qilib bular kontrol qiladi dunyoda? Energiyani narxini stabil ushlash orqali, chunki tovar va mahsulotlar yaratish uchun energiya kerak, uni tashish uchun energiya kerak. Bu dumbillarni kallasi ko'tdan farq qilmasligi shuni aytayapti. Kecha energetika vazirligining bayonotini beryapti holatda. Mana 1-maydan boshlab oshdi va bundan keyin ham nimaga qarab, inflyatsiyaga qarab turib oshib boraveradi. Nimaga inflyatsiyaga qarab turib xalqning daromadini oshirmaysan? Oyligini oshirmaysan? Ko'tlar biladi. Inflyatsiya bo'lsa faqat zarar ko'rish kerakmi xalq? Ko'tlar deydigan odam yo'q. Bular shtraflarni oshiradi, narxlarni oshiradi. O'zi ana shu energiyani oshirishi yangi vitok inflyatsiyani keltirib chiqaradi. Mana hozir 1-maydan energiyaga oid narsalar, elektr, boshqa narsalar oshdimi? Endi o'z-o'zidan elektr bilan tovuqxona tuxum qilinadi, elektr bilan parniklar bir narsalar yoritiladi. Demak, endi yangi inflyatsiyani keltirib chiqaradi. Endi yana oshiraveradi bu ko'tlar bilan. Mana qanaqa edi? Kotokratiya ilmga asoslanmaydi. Kotokratiya manipulyatsiyaga asoslanadi.
Kutokratiya ilmga asoslanmagani uchun real olim Mahmudjon Qo'chqorovga o'xshagan real olimlarni yopadi. Chunki real olimlar kutokratiyaning kutini ochadi. Mana bu amlatalar esa bularda ilm yo'q-ku, amlatalarni ham bir ko'rsatib qo'y. Har kuni amlatalarni ko'rsatmasak, odamlar nima bo'lmaydi. Endi bu mana propaganda, g'irt propaganda. Eskitdan propaganda uyalmaydi. Bu millat mana shunga olib kelishga mana shu odamning hissasi juda katta. Buni hech ham esdan chiqarmanglar. Millat esdan chiqarmaslik kerak bu. Mana bular endi kimnidir sigiri deydi, sigirining. Mana bu endi Jeffrey Sakslarni men nima qilyapman? Bularni ishtonni yechib tashlayapman, chunki bular eng tepada turgan nimalar mana shular bo'ladi. Jeffrey Saks aka. Mana bular, mana. Men ham nechta kanalda ishtonni yechganini ko'rsatyapman. 10 dan ortiq kanalda ishtonni yechganini ko'rsatyapman. Hammasi yangi kanallar. Jeffrey Saks akani ishtonni yechib tashladi. Hammasi Amerika, Yevropani, Kanadani kanallarida nima qildi mana. Mana shu yerda o'zida 10 bittasi turibdi. 10 bittasini hozir ko'rsatdim sizlarga. Yana boshqa joylarda ham bor. Ya'ni bularning ko'tidan kallasi farqi, buni bu bizdagi haligi amlatalarni tanqid qilishga ham hech qanaqa nima yo'q. Chunki bular bor yo'g'i amlata, hech narsa hal qilmaydi. Bu hech qachon pasport yo bir narsa bermaydi. Bu o'yinchi, bu g'irt o'yinchi, bu Baxtiyor. Olim pasportini qachon berasan, u Baxtiyor. Forsa fashist deydigan odam yo'q. Bular endi nima qiladi? Bu ko'tdan kallasi farq qilmaydigan diktorlar deb chiqarib nima yozib bersa, bizdagi muammolarga umuman aloqasi yo'q. Mana bular millatning ongini zaharlaydi, mana bu sevimli, quyimlislari bilan. Mana bu bordoqlarini bordoqi iyakni nima qilyapti? Ilohlashtiryapti. Millatning peshonasiga bular ilmsiz, ilohsiz, axloqsiz, radikal, ekstremist, terrorist degan narsani yopishdi. Hali ham uchtalab qatl qilinyapti soxta loyihalarga. Hamma joyda shular, hamma joyda shu ko'tini shishirishyapti, hamma joyda. Vot gidey masala. Bundan iloh yasayapti. Vaholanki bittagina qilgan ishi 10 minglab pachkalab odamlarni qamagan emas. Millat peshonasiga bu o'zboq degan ekan, o'zbek ham demagan ekan. Bobomurod Abdulladan so'rayman, o'shani gapi. O'zboqlar degani unga yetkazgan ekan. U nima haligi haq nazar bo'lib ham ichkaridagi fikrlarni olib chiqardi-ku. Karimovni hattoki o'zbek xalqiga o'zboq deb turib, bo'qdan nafratlanadigan qo'ygan. Nimaga undan xudo ilohiyot yasash kerak bu ko'tlar? Nimaga bundan xudo yasash kerak? Qo'llarini ko'tarib u ham bu ham. Mana bizda kimlar turibdi? Millatning bo'qqa botirganlardan iloh yasash dasturi. Ishonmanglar. Fikrlanglar. Mahmudjon Qo'chqorov nima qilaveradi? Mana bunaqa ko'tlardan, danovchilardan endi mana menga nima Enlo aytdi. Mana shulardan ham Mahmudjon Qo'chqorovdan ko'proq odam ko'radi shuni ham. Ko'tdan kalla farq emas ham. Chunki bu bir paytlar KGBni, NKVDni, KGBni, DXXni, MXXni bo'lgan, endi sizga yangi ish topildi. Palonchaka degan. Qanaqadir nimasi ham borda, endi faqat mollalar emas-ku. KGBni, NKVDni nimalari, pagonni ustidan chopon kiygan, kallasi yo'q, kallalarning ustiga salla o'raganlar emas-ku. Mana bunaqa endi nimalarni ham gapiradi. Da endi yozib beradi. Mana menga Enlo bunaqa dedi, menasa ilohiy jamiyat bir narsa dedi. Mana bu nimaga birinchi qatorga mana bu LGBTni qo'yding, ko'tlar deb turib, mana uni olib chiqmaydi o'sha nimasi ham. Ilohiy jamiyat bo'ladigan bo'lsa. Mana uni olib chiqadimi? Aytaylik. Nimaga birinchi qatorga qilib reklama qilyapsan? Ko'tlar deydimi o'sha? Ilohiy jamiyat. Hech qachon aytmaydi. Chunki NKVDning loyihasi o'zi ko'tlashtirish jamiyat. Bu o'tgidek masala ko'ndali. Baxtlilar qatorida baxtli, tenglar qatorida tenglar. Baxtlilar qatori baxtli bo'lmoqchi bo'lsang, birinchi qatorda o'tirmoqchi bo'lsang, ko't bo'l deydi-da. Votgidek masala ko'ndali. Agar Mahmudjon Qo'chqorovga o'xshab mujik real olim bo'lsang, seni hatto ovozing eshitilmaydi. Deydi-da bu. Mana bu formalar, bu Vahob bobo biladimi? Vahob boboni kallasi ko'tdan absolyutni farqi yo'q. Vahob boboni ko'rsatib qo'yaylik, xafa bo'lmasin, meni ko'rsatman deb. Где ты, Вахаб баба? Вахаб баба.
какая женщина она, вахабаба deb turib ko'rsatib qo'yay. Где? Bular g'irt propagandonlar bular. Вообще eng katta propagandon. Endi mana shu Otabek Bakirovni sudga berdiymish. Bu eng katta propagandon. O'sha iyakka men nima 12 yoshim, 13 yoshligimda xat yozganman, hech narsa so'ramaganman. Ya'ni maktab yozganda, paxta qo'yganda, o'shanga javob kelgan rayon mudiri kelib o'qib bergan, shu orzusi bilan karyera qildi. Buni brendida har qanday mamlakatda brendi bo'ladi. Misol uchun qayerda masalan Angliya, anglosakslarning brendi ingliz tili. O'sha ingliz tilini olib qo'yishimiz kerak. Amerikaning brendi demokratiya. Xitoyning brendi o'sha kundalik tovarlarni ishlab chiqarish. Yaponiyaning brendi aytaylik o'sha elektronika, yangi texnologiya. Germaniyaniki ham shunaqa hamma yoqda brendi borda. O'zbekning brendi jalablar va qullar ishlab chiqarishda endi boshqa brendi yo'q-ku. Xuddi shunday buni ham brendi bor. Masalan, Mahmudjon Qo'chqorovning brendi bu mavjud nima dunyoviy va diniy ilmlar hammasi soxtalashtirilgan, marginallashtirilganligini odam boshlab isbotlayapti. Hammasini brendi bor, bunday eng fundamental. Buni brendi uxlaganda ham, turganda ham orzusi o'sha Karimovga xat yozgani va Karimovdan xat kelgani. Bu narsani mana shu bilan nima bo'lib chiqdi-da, o'shaning uchun buni davralarga olib chiqdi. Buni sudga bergan qilib ko'rsatyapti endi. Buni qachon sudga beradi? U Karimov yaloqisi bo'lsa, hech qachon sudga berilmaydi. Mana buna qilib ko'tariladi. Mana buna qilib. Mana bu yerda ham nima uchun mana Hamid Sodiq ko'tarilgan? Ustozim Akmal Saidovich Akmal Mahmudovich Saidov deydi, o'sha diktatorlarga yo'l ochib bergan, qonunni buzib, qaytadan konstitutsiyani o'zgartirgan qilib, qilgan qilib, saylovlar soxtalashtirishda qonuniy himoyachi bo'lib turgan o'shani ustozim deganligi uchun bu chiqib turibdi. Qolganlar ham mana kallas, birontasi kallas ko'tdan farq qilmaydi. Вот где masala kundilar. Endi o'sha nimani mana Vahob bobo, hozir Vahob bobo qaytamiz. Dam olib turing Vahob bobo. Birpas dam olib turing, charchab qolyapsiz, gapiryapti burtida. Birpas charchab dam olib turing. Hozir sizga qaytaveramiz. Endi bularni hammasi ko'tini ochib tashladim, hammasi sharmanda. Ilmi yo'q birontasida. Pozitsiya ham yo'q. Hozir men anaqa qilay. O'sha nima Otabek Bakirov prezidentga xat yozganligi uchun nimaga chiqqanda, mana buni ham nima qilyapti, mana Ponchikni ham. Otini bilmayman, uzr, Ponchik to'ladan kelgan, Donboqdan kelgan deganda Ponchik desa ham bo'laveradi. Hech qanaqa haqorat emas. Mana bu Ponchik nima otini ham taxallusmi, otimi nima mashhurbekmi bir narsa. Bu ham o'sha Andijonmi, o'sha tomondan. Menimcha o'sha Otabek Bakirov olib chiqqan bo'lsa kerak. Meni brendimdan beraman qisqa haligi talashmayman. Otarchini otasi kim, bu ashulani men aytaman deganda talashmayman. Bu Karimovga men xat yozganman deb talashmayman. Sen chiq deb turib bunga ruxsat bergan. Bu aytgan men ham she'r yozganman Karimovga atab. Keyin Karimov oradan 10 yil o'tgandan keyin ko'rib turib, seni kutyapman, har kuni kutaman she'ringda. She'r yozmay qo'ydingmi yana menga atab? 10 yildan beri seni kutaman deydi ekan. U Karimovning boshqa ishi yo'q ekan. O'z bo'qlarni bo'qqa botirib nima qilish, qora loyiha bilan ishlashdan boshqa ishi ham bor ekanda. Go'yo mana bu Ponchiklarga xayolida tushida qachon men haqida she'r yozar ekan. Mashhurbek deb turib shu bilan ovora bo'lar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Buni olib chiqishib, mana bunaqa qilishlarini so'rab. Ko'ryapsizlarmi? Bular bu o'sha mahalliychilikda bu yerda ham o'sha Otabek Bakirovning brendini olgan. Uning brendi Karimovga xat yozgan. Buni ham brendi u keyingi faqat yozmagan, u gapirgan, she'r yozgan. Keyin unga Karimov aytgan: "Sen she'r yozmay qo'ydingmi? 37 million paxtachi ko'tlarda har bittasini nima qilishini biladi-da bu. 37 millionta paxtachiga aylantirib olgan xalqni, ko'tlashtirib olgan-ku. Bo'lmasam ko't bo'lmagani, halol bo'lgani, mustaqil fikrlaydiganlarni terrorist, ekstremist deb turib qamavergan-ku. Buni isboti o'sha Karimov davrida ozodlikka yozyapti-da.
Karimovdan keyinmi, Karimov davridan. Men ichaman, yig'lab yozyapti. Men ichaman, yuraman men. Akamni qamoq qo'yibdi, shu qanaqadir bir diniy guruhlarga mana ko'ki yonib turibdi, hozir meni kuzatishyapti. Qo'tog'imga kuzatsang biladi, NKVDning ko'tlari bilan. Mana ko'k agar ekran yonib tursa, sizni kuzatayotgan bo'ladi. Kamera bilan ovoz eshitilayotgan. Mana soat ko'tlarga o'xshaganlarni faqat shunga pul beradi-da, onangni hammaga sizga deydiganlar nimasi yo'q. Rasul olib chiqdi-ku, soat ko'tdi. Xuddi u ilmi bor deydi, xuddi qanaqadir bir hacker programmasini avtori. Qo'tog'im deyapsan biladi, shishasini bilmaysan, ko'rsa hammang biladi. Tayyor knopkani bosadiganini berib qo'yadi xalq puliga. Yana maqtanadi. Mana programma ishlayapti deydi. Mana Wi-Fi ga kirdik, hozir buzib kiryapti. Mana programma bunday qarashib turibdi ekranda haligi strochkalar bunday o'tsa, xuddi bular bir narsa qilayotgandek. Bular ko'p sufi bilan bo'layotgandek-da. U nima ham oldidagi juschi ilmsiz ham maqtanyapti. Mana shunday hakkerni yonida turibman deb turib. Ko't biladi, millatni fundamental huquqlari nimaga qarshi namoyishlarga qarshi insonning fundamental huquqlarini yopgan sen ko't jazolanasan Rasul. U soat ko'ting o'sha Wi-Fi'ni buzishni reklama qilayotganligi uchun u ham jazolanadi. O'shandan boshlanadi mana shu Pegasus bilan Mahmudjon Qo'chqorovga o'xshaganlarni yopish. Bu ochiqdan ochiq bu buzg'unchilik ijtimoiy tafakkurini shakllantirish. Demak, hammang shunaqa buzg'unchilik bilan shug'ullan. Bir-biringni Wi-Fi'ni qilib, pulingni ham o'g'irlash, shotingni ham o'g'irlash degan narsa ko'tlar biladi. Bu millatlarda bor, men aytdim-ku, odamning fikrini shunday Wi-Fi emas, shunday fikrini oladigan miyasidan hech qanaqa simsiz. Ana shu narsani men 2003-yilda unda simli bo'lardi, sim peshonalarga, boshlariga ensefalogrammaga olgandek elektrodlar ulanardi, bir 28 tami esimda yo'q. Va shu bo'yicha keyin u o'ylagan narsa kompyuterda Windowsda harflar typing bo'lardi. Ya'ni siz qo'lingiz bilan bosa olmaysiz, qo'lingiz falaj-ku. Siz o'ylagan narsa raqamlar chiqardi. Bu 2003-yilda erishgan. Endi o'sha elektrodni simlisini simsizga allaqachon aylantirgan. Ya'ni endi elektrodlarni boshga yopishtirish qisqasi nimani aytmoqchiman do'stlar? Do'stlar, nimani aytmoqchiman? Sizlarga eshitilyaptimi yo'qmi? Aytmoqchimanki, O'zbekistonni bitta katta sahnaga aylantirib olgan. Rossiyani ham hamma joyda. Alo, eshitilyaptimi yo'qmi? Necha bal eshitilyapti? Necha bal eshitilyapti? Eshitilmayaptimi? Shuncha gapirganim eshitilmadi. Eshitilmayaptimi? Necha bal eshitilyapti? Shuncha gapirganim eshitilmadimi? Shuncha gapim eshitilmadimi? Necha bal? Necha bal? Necha bal?
Xo'p, o'sha Vahob bobo aytyapti, 1 yilda Yaponiya darajasiga chiqamiz deyapti. Xo'p, Yaponiyaga chiqarish uchun demak, hozir неограниченный resurslarga O'zbekiston ega desa, Yaponiya darajasiga 1 yilda chiqa olmaydi. Nima uchun? Chunki logistikani yaratish kerak. Yo'llar, o'sha tez yurar poyezdlar, tez yurar yo'llar, o'sha katta o'sha zamonaviy standartlarga moslashgan больницаlar misol uchun, undagi zamonaviy nima медицинский оборудованиеlar, unga o'qitish 1 yil yetadimi? Cheksiz bo'lsa ham bizni возможность yetmaydi. Bu bo'lmagan narsa. Lekin 1 yilda Rossiya darajasiga yetishimiz mumkin va 5 yilda Yevropa, ya'ni Yaponiya darajasiga yetishimiz mumkin. Yevropa, G'arbiy Yevropa, Yaponiya bitta nima urovenda. Ya'ni bu o'zi kallasi ko'tdan farq emasligi shundan iboratki, bunaqa mumkin emas bu bir. Ikkinchidan, O'zbekistondagi muammo bu texnik muammo emas. Texnologik muammo emas. Resurslar muammosi emas. Resurslarimiz o'zimizga shundoq ham yetadi. Mavjud o'sha oltin, uran boshqalarimiz yetib ortadi, lekin undan rivojlanish uchun ishlatilmaydi. Aksincha rivojlanish to'xtatish ishlatiladi. Maqsad o'zi shunaqa. Ya'ni sobiq Sovetlarda rivojlanmasin, rivojlanmagandan keyin o'zlariga resurslar ishlamasin, G'arb bankiga o'g'irlab olib borib qo'yaversin. Mana shu formula ishlaydi xolos, bor yo'g'i shu. Ya'ni formulada gap. Resurslarda ham emas, ilmsizlikda ham emas. Mahmudjon Qo'chqorovga o'xshagan ilmlar dunyoning hamma joyida bor, o'zbeklarda. Lekin ularga minbar berilmaydi. Mana shunga bitta misol, Mahmudjon Qo'chqorovga 5 yildan beri minbar berilgan yo'q. Bitta minbar bergan o'shalarni ko'zga ko'ringan jurnalisti Jasur Hamroyevni ham o'ldirib yuborishdi. Endi demak, bular ishonmang, yolg'on, lekin o'ylab ko'ringlar. Chunki boshida meni ustoz telefon qiladigan odam, keyin ustozam demay qo'ydi, telefon ham qilmaydi. Men telefon qilsam, "Yaxshimisiz Mahmud aka?" dedi, nimasida, jonlisida. Demak, ularni nima siquvga olgan. Balkim o'ldirib ham tashlagandir. Men bilmayman. Nima uchun? O'sha haligi ozodlikdagi kim ekan Mahmudjon Qo'chqorov deb Sarvon Usmonni o'sha nima Merivon degan nimani ozodlikni o'zbek bo'limini boshlig'i Uyg'urni to'lkasiga gap otgan bahonasida haydab yubordi. Chunki qora piar qilib qo'ydi. Ya'ni bular real olimlardan, nafaqat real olimlar, ratsional fikrlaydigan, kallasi ko'tidan farq qiladigan ratsional fikrlarni gapiruvchilar hech qachon davraga chiqa olmaydi. Ularga faqat kodlar chiqariladi. Mana bunaqa LGBTlar olib chiqiladi, rasul kodlar yoki o'sha rasul kodlar LGBTni bahona qilib millatning fundamental qonun huquqlarini yopadi. Ana shu yopganiga yarasha yoki mana bunaqa kodlarni olib chiqadi, mana bunaqa kodlar. Vahob bobo bu yoki real olimlar bor, uxlaydiganlarni olib chiqadi. Chunki real olimlar faqat fizik, kimik, biolog, matematik deyman-ku har doim. Mana matematiklardan ham bor deb qahramon beradi, faqat shapak solsa bo'ldi bular. Mana pastdagilar pogolovnik kodlar, propagandonlar, bular hammasini bitta isbotlaganman, propagandon kodligini. Endi dalchi, mana bular ham shu. Kodokratiyaning kodlari. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, mana o'xshagan kodlarni olib chiqib, kod bir narsalarni hal qilayotgandek, bayroqlarning orqasida basharlar bir narsalar hal qilyapti-da, go'yo. U orqasida turgan seri kardinallar o'zlari ko'rinmaydi, soqqani qilaveradi. Mana uni go'yo sudga berganimish. Buni nimasini sudga beradi? Karimov davrida millat 10 minglarni pachkalab qamab tashlab, millatning yaqinda uni Kusherbayev orqali millatning fundamental huquqlarini yopib, namoyishga qarshi qonun, blogerlarga qarshi qonun chiqayotganda, bu davlatning xalqqa qarshi terror mashinasiga aylanadi deganda mana ko'tini qisib o'tirdi-ku, ko'tga o'xshab. Nimaga buni sudga beradi? Go'yo sudga berdi, buni sudga berdi. Mana buni sudga berdi. Haligi nima Karimovga xat yozgan bor-ku, kim? O'shani Rasulni sudga berdi. Nimaga ular banolarni gapirmaydi? O'sha nima rasullar LGBTga qarshi, xuddi qonun namoyishlarga qarshi, faqat LGBTga qarshi edi-ku. Birinchi qatorga qo'yib turibsan-ku, ko'tlar bilan. Mana bular propagandonlar. Bular sudga berilibdi. Mana shu PR loyihasi, mana shu Sherzodxon boshchiligidagi mana bu o'yinga tushyapti. Mana bu nima munchalik o'yinga tushmasdi-da, mana jim yurardi. Mana ota nima 3 avlodi
NKVDga xizmat qilgan mana Nupagadi Abdurahmon. Endi bu zvezdaga aylantiryapti. Uni sudga bergan, xuddi u xalq tomonidan bo'lib nimanidir himoya qilib qo'yganda, uni sudga bergan hukumat. Xalqning mana shu peshonasiga ilmsiz ilohsiz asosan radikal terrorist degan narsani yopishtirganga faqat shular kurashish kerak birinchi o'rinda. Butun dunyo shu o'ndi minbardan turib, bular ko'tini qisib o'tirgan. Karimovning odami bular hammasi. Karimov o'sha qora loyihalarda odami. Mana bu ko'tni ham hozir ko'taryapti to'xtovsiz. 40 ming, 50 mingtaga prosmotrga chiqyapti. Bitta narsani gapirdi. Assalomu alaykum. Hozir endi jonlarni mana bunaqa dedi, Rasul bunaqa dedi. Nimani sudga beribdi, Abdurahmon Tasharovni sudga berdi. U go'yo qahramon minasa qilib qo'yganda. O'zi ham ko't, u Abdurahmon ham ko't. Abdurahmon Tasharovni nimani sudga beribdi, yana kimni sudga beribdi deydi. Atabek Bakirov, u ham go'yo qahramon, nimanidir fosh qilib qo'yganda, Mahmudjon Qo'chqorov o'sha ratsional narsalarni olib chiqqanda go'yo Karimovga xat yozgan, ko't bilan. Buni Stalin shu darajada men ochib tashladimki, ochlik e'lon qildim, ochlik to'xtatgandan gapirman. 1 gram ozmadi ham bu. Ochlik e'lon qilgan. Ochlik e'lon qilishda sal sog' bo'lib, sal ozamikan desam, u soxta ochligida 1 gram ozmadi ham. Yolg'onchiligi shundan iboratki, bizning hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovning tug'ilgan kunlari munosabati bilan 41 mingta qamalgan Rossiyadagi o'zbek muhojirlarini O'zbekistonga qaytaryapti deydi. Undan oldin aytib turibdi, Qirg'iziston ham Qozog'istonga ham qaytardi deb. Ularning ham tug'ilgan kuni to'g'ri keldimi? Dumbil deydigan odam yo'q. Shundan keyin to'xtatdi darrov. Bitta qo'li bilan Mirziyevni qahramon qilib turib, bitta qo'li bilan Jemni qahramon qila boshladi. Nimaga? Ikkalasi ham hukumatning yashirin xodim, lekin sxema bo'yicha bu mavjud hokimiyatni tanqid qiluvchi bo'lish kerak edi. O'sha Karimov davrida shunaqa qilingan, o'sha Muhammad Solih ham bu ham bu o'sha Yevropaning o'zini sxemasida Rossiya orqali nima qilingan soxta muxolifatlar va ular soxta muxolifatlar real muxolifatlar chiqishiga yo'l qo'ymaslik. 35 yildan beri alda yuraverish kerak bular, chalg'itib, yechim bermasdan. Saylama deb turib bitta nozik odam telefon qilsa sayla tomonga o'tib ketaverish kerak. Ya'ni cho'ntak muxolifati bo'lish kerak-da. Endi o'sha Kamala Harris saylanib qolishi mumkin degan mish-mishlar bo'lgan paytda Kamala Harrisda buni qizi ishlaydi-ku, Jahongir Muhammad. Endi o'sha bilan yaqinlashish kerak deb o'sha paradigmadan, ya'ni soxta bo'lsa ham dushman qilib qo'yilardi-ku mavjud hokimiyatga. O'shani baryerini olib tashlayman deb turib, mana bu odam nima degan? Siz qahramonsiz, Mirziyoyev qahramon deb turib, o'sha ko'rsatuvda o'sha og'zi bilan o'sha barbog'ini ko'tarib turib, nima Jahongir Muhammad aka, siz ham qahramonsiz. Ikkita qahramon endi birlashish kerak deyishni boshladi. Ko'rasizlarmi qanaqa ular masxaraboz. Men sirazi aytdim-ku. Maskarabas. Haligi nima aytgandek, nima hali qiziqchi bor-ku. Toshkentlik. Biz bir narsa masxaraboz. Hammasi masxarabozlar bular. Birontasi seryoznisi yo'q. Вот где masala. Seryoznilari bor olimlarning ichida. Seryozni olimlarini og'zi yopilgan. Og'zi yopilganligi uchun qahramonlik berilganda, og'zi yopilgan. Men ko'rsatdim-ku, yana bir ko'rsatib qo'yishim mumkin. Seryozni olimlar bor O'zbekistonda. Hatto hukumat ichida ham bor, lekin ularda og'zi yopilgan. O'shani ko'rsataymi? Ha, bo'pti, ko'rsataman. Seryozni olimlar bor, lekin ular og'zi yopilgan. Shu og'zini yopib turgani uchun ham real olimlar, fizik, kimik, biologlar bu real olim deydi Mahmudjon Qo'chqorov. Real olimlar ham bitta parlamentda, senatda bo'lsin deydi, lekin ularga gapirishga ruxsat yo'q, chunki ular rost narsani gapirib boradi. Uxlasa bo'ldi. Uxlashga ruxsat beriladi deydi. Uxlaydi, chapak cholib o'rganda uyg'onib ketib, shunday o'rnidan turib ketadi-da. Shunday o'rnidan turib ketadi-da, nima qilib yuboradi? Avtomatik-da bu avtomatik ro'y beradi. Mana hamma turib chaq-chaq deganda bu ham turib chapak cholib yuboradi. Sensor motor ishlab ketadi. Mana bunday ko'zlari mana ish qilgan ham yo'q. Shunday hozir ko'zi bir baloqli ochilibdi. Lekin Ayupovda eng aybsizi bu yerda Ayupov. Nimaga? U propagandonlik bilan shug'ullanmayapti-da.
boshqalarga o'xshab. Hech bo'lmasa jim o'tiribdi. Qachon bu tugaydigan bu millatning peshonasiga yozilgan bu balolar deb o'tiribdi. Lekin kecha olmaydi chunki orden berib qo'ygan, qahramon berib qo'ygan, akademik unvonini berib qo'ygan, senator unvonini berib qo'ygan, direktor lavozimini berib qo'ygan. Shuni evaziga har zamonda turib chapakcha olib qo'yadi. Boshqa hech narsaga yaramaydi bular. Bu real olimlar. Qolgani mana bular damlatalar, bular damlata. Kommunist davrida damlatasini bu tomonini qilgan, bu quruq tomonini keyin gibrid zamonda qo'yyapti. Bular ekan-ku. Mana Boysunda gazi chiqib ketsa, to'xtatgani bilan yana chiqib ketar ekan-ku. Mana Sardoba 3 yilga qolmasdan urib ketar ekan-ku. Baliqlar teshib yuborar ekan-ku. Kalamishlar teshganini akademik kutlar borib baliq teshgan deb yozsa bo'lar ekan-ku deydi-da bular. O'tgidek masala ko'ndalar. Ishonmang, yolg'on. Mana bu milyonlar orqali millatlarning miyasini manqurtlash mashinasiga ssenariy yozib bergan. Bunga ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi bergan, mana forsa fashist Bobur Bobomurodga ham. Yonida bitta albatta qitchoqmi, qo'ng'irotmi, bir qozoqmi yonida olib yuradi, что o'zlaring xohlayapsizlar shuni deydi. Forsa fashistlar bilinib qolmasligi kerak edi, qutublanib qolmasligi kerak. Любой farsist yonida bitta qozoqboy yo'ldoshga o'xshab, nima uchun qozoqboy? Oti qozoq bo'lganligi uchun. Hech qachon forsa fashistga aloqasi yo'q-ku deyish uchun uni vitrinaga olib chiqib qo'ygan. Xuddi haligi Islom Karimov, mana oti islom. Mamlakatining 90% musulmon bo'lgan mamlakat prezidenti islomga qarshi gapiryapti. Demak, rost ekan deyish uchun xolos. Mana o'zbek tilini forsa fashistlar o'ldirgandiku, yo'q. Qozoqboy yo'ldoshlar, mana to'lqin eshbeklar, mana Bashir Asad ko'rib turibdi-ku, forsa fashizmga aloqasi yo'qligi. Mana shular sindiryapti deyish uchun o'zlarini vitrinasiga, hali o'rislar ham, o'ris kommunistlari, o'zbek kommunistlarini birinchi nimaga qo'yib qo'yibdi. Mana O'zbek Rashidov boshqaryapti degan-ku, uni ikkinchi yonidagi birinchi o'rinbosari o'ris bo'lgan. Viloyatlarda ham birinchi sekretari viloyatlarda o'zbek qo'ygan mahalliy komitetda. U qo'g'irchoq qilib. Undan keyingisi o'ris bo'lgan. Ana shu hal qilgan hamma narsa. O'shanday forsa fashistlar oldiga qozoq boylarni, mana to'lqinlarni qo'yib qo'yatdan o'zbekning turkiyni tilini nima qiladi? Bizning tilimiz fors tilidan kelib chiqqan deydi. Votgidek masala ko'ndalar. Mahmudjon Qo'chqorov buni aksini aytadi. Hamma tillar turkiy odam tili. Mana atama deysiz-ku, ata deganingiz ham ata deydi-ku, mana qirg'izlarda, qozoqlarda, qichoqlarda ata. Ata bergan narsa atama bo'ladi, ma berish. Ma desangiz berasiz, qaynatsangiz qaynatishni beradi, qo'g'irsangiz qo'g'irishni beradi. O baland l joylashgan holatda bersa, mevani daraxtning ustidagi mevalar yerdan olmaysiz. Ol degani o ko'tarish, l joylashish. Yerdan olasiz. Lekin u tepadan bersa, ol holatidan bersa olma bo'ladi. O'shanday atani bersa atama bo'ladi. Ata berganda odam ato gapirgan birinchi. Yoki bo'lsa ot, atoqli ot deydi. O bu ko'p degani, oz, t barmoq degani. Nimaga endi arab tilida ko'plik ma'nosini bildiradi? O ko'p, t barmoqlar degani. U o'sha otni ikkala qo'lingizda joylashadi, m-da. Demak, u motam. Mot degani fransuzda mot yoziladi, mu o'qiladi, bu so'z degani. Mot degani yechim topolmagan, barmog'ingiz bilan 10 ta barmog'ingizdan yechim izlaysiz, sanaysiz, izlaysiz, yechasiz. Yecha olmasangiz mot bo'lasiz. Shah mot bo'lganda, ya'ni yechim topolmasa mot bo'ladi. Vodka desa, men bilan gaplashayotgandi, sportlashayotgandi, mot qilib qo'ydim deydi. Mot qilib qo'ydim degani, gap topolmay qoldi, yechim topolmay qoldi. Men oxirgi gapni men aytdim degani. Vodgidek masala ko'ndalar. Bularda kallasi ko'tidan farq qiladimi? Forsa fashistida ham, uning qo'g'irchoqlari, to'lqin eshbegida ham, qozoqboy yo'ldoshidan ko'ti absolyutni kallasidan farq qilmaydi. O'shalarni minbarga olib chiqadi, ko'tarib turib. O'zbekning tilshunosi, O'zbekning buyuk olimi deydi. Natijada o'shalar tufayli bizning tilimiz nima bo'lib, Toshkentda tarixda yuz bermagan. Hatto SSR o'rislarni boshqaruv davrida yuz bermagan hodisa yuz berdi. Ya'ni o'zbek ota-onalar o'zbek ota-onalarining 52% rus maktabiga beryapti. Yarmidan ko'p. Nimaga? Lishbi o'zbeklarni kut maktabiga bormasa bo'ldi. Chunki o'zbek tili ko'tlashtirilgan.
Vaholanki o'zbek tili dunyoda eng nomer 1 til bo'lishi kerak, chunki turk tillar, ko'chmanchilar tilining eng mukammal tili bu o'zbek tili, turkiy tillar ichida. Ya'ni bizning mana shu turkiy tillar, hamma turkiy tillar ham, shu jumladan o'zbek tili ham dunyoda dunyo tillarining asosi ekanligini, inglizlarnikini ham, yahudiylarniki ham, arablarniki ham, yapon, xitoy, o'ris hammasini men isbotladim. Hattoki shumer nima tillari bilan bevosita bog'lig'ini, nimalar etrus tillari bilan, sanskrit bilan, shumer bilan, nima bilan, yana qaysi tillar? Bu hozir esimda yo'q. Mavjud tillarni hammasi bilan bog'laganman va uni ilmiy maqola sifatida olib chiqib nashr qilganman. Demak, hattoki mana hozir ko'rsataman, agar turgan bo'lsa. Hozir ko'rsataman. Hozir mana qaranglar, oxirgisini ko'ringlar, oxirgisini. Mana oxirgisini ko'ringlar, nima deb yozilgan. Human natural coding, a paradigm shift in etrus tili bor bu yerda. Yan tillari bor, shumer tillari bor, boshqa nima Amerika induslar tili bor. Pastdagi 3-chisini ko'ringlar. Ko'rinyaptimi yo'qmi? Ya'ni bular hammasini ilmiy maqola sifatida ham olib chiqqanman. G'arbning o'sha top 10 talik nimalarida, o'sha Harvard, Oxford, MIT, boshqa universitetlarning olimlarini diskussiya pejlarigacha ham olib chiqqanman. Hammasi bu aprobatsiyadan o'tgan. Ya'ni bu turkiy tillar hamma tilda asosi, o'sha atamalar, ata degani ham yoki odam degani ham hech qachon ular biz aytamiz odam deb. Inglizlar ham, yahudiylar ham, arablar ham boshqalarga ham ruxsat bermaganmiz odam deb. Odam deb 3-shaxs sifatida ko'radi. Biz birinchi shaxs sifatida, chunki prямой потомlab o'zimiz ko'ramiz. Tilda asoschilar. Odam degani bu og'zaki til, verbal til. O'shani tanadida ya'ni bu deyish bu akustik kanal, ya'ni og'izli til. Tana am olgan. Odam degani verbal tilga o'tgan birinchi inson odam bo'ladi. Unda inson nima? In degani unda degani, son degani s ilonni olgan bu barmog'imiz. Mana hozir men ko'rsatay. Barmog'imiz s ilonga o'xshab, o'sha odam ota momo havo ilon olma daraxtdan boshqa narsa yo'q tilda boshlanishda. Ilonga o'xshab mana egiladi mana, uzunchoq va egiladi. O'shancha s yoki sh ham deydi. Mana shu son degani s ilon unda degani. Demak, biz barmog'imizdan gaplashgan bo'lsak, son bu gapiruvchi degani, inson degani. Ko'ryapsizlarmi? In unda degani son degani. Yoki san deymiz. On bilan an birdagi an apple degandek s an snake, an snake, s an. San deganda sanskrit yoki person, hattoki son ham. Person erdi inkori per, tepaga qarab tikka bo'ladi-ku, ko'tariladi. Person deydi lotin tillarida, ispan til, fransuz tillarida person deydi, ingliz tilida. Per erning inkori, yana tikka tepaga tikka ko'tarilgan. Mana hayvonlarga o'xshagan gorizontal emas, mana gorizontal bo'y, it, mushuk, hayvonlar. Odamdek tikka turadi-ku. Erning inkori per bo'ladi. Er pastga qarab ketadi-ku, mana bunday pastga ketadi. Uning inkori per tepaga qarab ketadi-ku. Hattoki ver ham. Erkak kishining asbobi tepaga ko'tarilgan bo'lsa, verga deydi nimada, ispan tilida. Yoki v ham inkor, erning inkori, p ham inkor, per ham